Siz bananni yaxshi ko'rasizmi? Bananning foydali xususiyatlari, bananning zararlari haqida aytib o'taman. Videoning oxirida sizga ajoyib ma'lumotni taqdim etaman. Biz yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan bananni juda ham ko'p foydali xususiyatlari mavjud. Jumladan, banan tarkibidagi glyukoza hamda fruktoza bizga juda katta miqdorda energiya beradi. Agar tushkunlikka tushib qolsangiz, bir dona banan iste'mol qilsangiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Sababi uni tarkibidagi triptofan moddasi bizdagi baxt gormoni, ya'ni serotoninni sintezlashda ishtirok etadi. Keyingi foydasi, muntazam ravishda banan iste'mol qilib yurish organizmda kalsiy yig'ilishini ta'minlaydi. Bu degani suyaklarimiz mustahkam bo'ladi. Keyingi foydasi, banan ich qotishini oldini oladi. Tangani ikki tomoni bo'lgani kabi bananni ham zararli xususiyatlari ham mavjud. Birinchi zarari semirtirishi. Agar biz kuniga 2 donadan ortiq banan yesak, bizda semirish vujudga kelishi mumkin. Sababi bananning tarkibida ozuqa moddalari juda ham ko'p. Keyingi zarari, bananni ko'p iste'mol qilish qondagi qand miqdorini tezlikda ko'tarib yuboradi. Shunday ekan, qandli diabeti borlar va insulini baland bo'lgan insonlarga banan tavsiya qilinmaydi. Keyingi zarari, bananni buyragida muammosi borlarga tavsiya qilinmaydi. Sababi unda kaliy miqdori juda ham ko'p. Yana bir zarari, banan iste'mol qilish allergiya chaqiradi. Toshmalar, terisida qichishi borlar, toshmasi borlarga banan tavsiya qilinmaydi. Darvoqe, banan yeganingizdan so'ng po'chog'ini tashlab yuborishga shoshilmang. Sababi banan po'chog'ida tishlarimizni oqartirish xususiyati bor. Buning uchun biz bir bo'lak banan po'chog'ini tishlarimizning tashqi hamda ichki tomonlariga ishqalash kifoya. Bu jarayonni 3-4 daqiqa davom ettirishimiz kerak. Foydasini bilishimiz uchun buni bir necha marta takrorlashimiz kerak bo'ladi.